Saytdagi bitta xato orqali hakerlar butun imperiyani qulatishi mumkin. Internetdagi har bitta sayt bitta qal'aga o'xshaydi. Qal'aning devorlari mustahkam bo'lishi mumkin, lekin darvoza ochiq qolsa nima bo'ladi? OWASP Top 10 bu tizimlardagi eng ko'p uchraydigan va eng xavfli 10 ta eshikni ro'yxatini beradi bizga. Bu ro'yxatni OWASP tashkiloti dunyo bo'ylab yirik hakerlik holatlarini, kompaniyalardagi ichki hujum va test natijalaridan o'rganib tuzadi. Har 3-4 yilda yangilanadi, chunki 21-asrda yashayapmiz va texnologiyaning har kunlik yangilanish davrida. Masalan, 2017-yilda Equifax kompaniyasiga 147 million amerikaliklarning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlanganda sabab zaif konfiguratsiya va noto'g'ri ma'lumot tekshirishidir. Hakerlar serverni ochiq qolgan zaif joyiga oddiy so'rov yuborib, ichkariga kirishni uddalashdi va bu esa ro'yxatda 5 yoki 6 o'rinni egallagan hisoblanadi. OWASP Top 10 nima uchun kerak? Chunki bu xatoliklardan biri saytga kirish uchun hakerlarga imkon beradi. Parollarni buzish, ma'lumotlarni o'g'irlash, tizimni o'z nazoratiga olish va hokazo va hokazo. Sizlar ko'rmayotgan kichkina zaiflik haker ko'rib turgan darvozadek eshik hisoblanadi. Web pentesterlar va dasturchilar uchun OWASP Top 10 bu hayot-mamot darsligi. Agar uni bilmasanglar, sayt ochganingiz zahoti haker uchun kechki ovqat tayyorlab qo'ygan bo'lasizlar.